Aras, sizning qan tuqqangiz nima? Abi manfiy qon tuplaq. Hopla, mushukka qan tupgansiz-ku. Bol tuqqanda ko'p qancha ketib qolsa, yaxshi qon topmoq bak tez. Aras, mush opam to'y qilgandan keyinlar ballaq bo'lib, keyin-keyinda ikki ballaq bo'linglar degandi. Ishingizmi kichik emasga. Bu yaxshi cho'ng bo'lganda bo'ydan ajrab ketishlar biz yuqori chiqib qoldi emasmi? Shunaqmi? Bunun ustiga sizning o'zing xizmatingizmi yo'q-ku? Endi ikkinchi bal tug'ib bo'lgandan keyin sizga yaxshi xizmatni birini topmasak bo'lmabdi. U yaxshi kelganda u xizmat topmoq oson emas-da. To'g'ri dedimmi? Siz nimalarni yaxshi ko'rasiz? Ko'krag'ning? Oq rang chiroyli-ku. Cho'qim yoqtirib qolsiz oq rangnimi? Bizning to'ylik uyimizni burun dadam opam tug'an uy deydi-a. Opam 2 yil burun qaytib bezgan bu uyni. Oq rang uslubida bezdi. Siz cho'qim yoqtirib qolsiz uni. Yoqtirmayman deganingiz bilan bu 120 ming fan uyni qaytib bezash oz pul ketmaydigan tursa. Aslida bu pulni qiz taraf chiqasi to'g'ri bo'ladi. Ha, bo'pti. Ham tejilib qolgan pulga oilalik saymonlar olmabsiz. To'g'ri dedimmi? Lag'ma aytalamsiz? Stadion cho'pi. Go'shtnonchi? Pizza. Bo'pti, hech qisi yo'q. Endi keyin to'y qilgandan keyin opam bilan kunda tomoq yetish jarayonida ustib ketasiz. Opamning qo'lidagi ishlarini hammasini qo'lingizga olasiz-da. Opamchi suyqoshni bayzaydi. Bak o'xshaydi tomoqqa. Shu ko'pincha vaqtlarda men shu masof qolgan vaqtimda aroq ichib qolsam, suyqosh ichsam bo'lmaydi. Suyqosh ichgandan keyin ondan masligim yeshildi. Aras, ansirman. Ben maaş kartamın hamısını sizga berayapman. Odatdami maoshdan sirtqa kirmam. Xiljiqdan hajishim yetib boshida. Lekin shu pulni hajlagan vaqti bor-ku, cho'qim tizimlab xotirlab qo'yishingiz kerak. Ayni vaqtda yangi xizmat chiqqan vaqtimda mening bir oylik maoshim hajishim yetmaydi. Opam shu har bir topgan bir mo pulini yozib qo'ysa degandi. Shuni yozib pulim xil tezib qolgan. Siz ham shu usuldan foydalanib, pulni cho'qim xotirlab qo'yishingiz kerak. Men ayollarning pul boshqarishi qat'iy qarshi turmayman. Bizning oydimcha maliyani opam boshqardi emasmi? To'g'ri. Naqmish kiyimingiz to'g'riliq yaqinlashdim. Bundan keyin bog'u, menda chachi-pachi kiyimlarni kiyman. Onsam italiyaliklar turmushi bak qattiq deydi. Menimcha nurg'un do'stlarim bor, hammasi doktor. Endi biz to'y qilgandan keyin ayollar yig'ilish ko'p bo'lib turdi-da. U og'inlarimning ayollarining kiyinishlari birisi esil. Har donliq markali kiyimlarni kiydi. Sizmi chiroyli payzi kiyimlar kiymisiz? Mening yuzimga pisat turdi-da. To'g'ri dedimmi? Albatta, opamning sizga bir nur palto qo'yishi bor.